Isakova Sitora, pedagog, influencer. Nima uchun o'smir yoshdagi bolalar ota-onasiga qo'pollik bilan munosabatda bo'lishi mumkin ekan va nima uchun qo'l ko'tarishi mumkin ekan? Eng qo'rqinchli temalardan biri. Voy! Bankdagi juda ham ko'p yuborishdi, juda ham. Bu qo'rquv. Mutlaq qo'rquv. Bu yerda videoda ko'rinib turibdi, aynan shu videoda. Boshqasi haqida gapiramiz, aynan shu videoda ko'rinib turibdi, что bu oila judayam neadekvatniy oila. Onani bolaga nisbatan qilayotgan qilig'idan bilinib turibdi. И видно, что bu bola постоянно qo'l ko'tarmaydi. Bu bola просто quloqsiz. Quloq solmaydi. Zato что давление bosim o'tkazilayotganligi uchun, doimiy bosim o'tkazilayotganligi uchun bu quloq solmagan, jahl chiqib baqirishni boshlagan, ona isterikaga, jертва pozitsiyasiga o'tgan. Adekvatniy ota-ona nima degani o'zi adekvatniy ota-ona? O'zi bolasini tug'ilganda cho'ktirib o'ldirmagani, da o'sha ovqatini berib turgani o'zi bu adekvatnilikka kiradi. Bizda har doimgidek eng zo'r narsa bu qo'rquvlar. Qo'rquvlar. Men hozir qattiq gapirmasam, ertaga boshimga chiqsa-chi. Har bitta terapiyamga kelgan onadan so'rayman, boshimga chiqdi deganda nimani tushunasiz? Boshimga chiqdi nima degani? Xohlagan ishini qiladi. Xohlagan ishini nima degani? Meni quloq solmaydi. Mana hamma ota-ona, почти 100% ota-ona, mayli 90 bo'lsin, foiz ota-ona bolam o'z fikrini gapira oladigan, o'z xohishini ayta oladigan, boshqalarga yo'q, undan foydalanmoqchi bo'lgan insonga yo'q deya oladigan inson bo'lishni xohlayman deydi. Bu uchun nima qilish kerak? Erkinroq qo'yish kerak, erkinlik berish kerak. Bola ovqatni yemayman dedimi? Yemasin. Bormayman dedimi? Bormasin. Qilmayman deyaptimi? Qilmasin. Ana shu hozirgi bugungi yo'q, qilmayman, xohlamaymani ertaga ma'lum bir darajada yo'q, uzr, men bu oylikga ishlamayman. Yo'q, men bunaqa sharoitda o'qimayman. Sizlar men kontrakt to'layapman, menga mana sharoit qilib berishinglar kerak. Men mana shu ishni qilyapmanmi, demak ustiga doполнение oylik to'lashinglar kerak deb o'zini fikrini ayta olib, talab qila oladigan inson bo'ladi. Lekin bizda erkin qo'yishim kerak ekanmi deydi-da, vashshe chegara qo'yib yubormaydi. Chegara umuman qo'ymaydi. Xohlagan bolaga chegara kerak. Bolaga nima uchunchi? Mana biz eshitgan bo'lsanglar, даже kitoblarda yozishadi-da, netu корней. Ya'ni tomir yo'q. Tomir deganda bu ota buva, bobolari emas. Tomir degani shu o'sayotgan joyiga bitta joyda qotish kerak. Bizda bola ada bilan ona ajrashdi, yarashdi, buvisiniki yuvorishdi, tog'asiniki yuvorishdi, amakisiniki yuvorishdi. Bola xuddi kerak emasdi. Tomir tashiydigan joyi yo'q. Shunaqa bolalar ko'pincha agressiya bo'ladi. Agressiya aynan ular chunki o'zini joy topa olmayotganligi uchun, ichida trevoga, qo'rquvlari bo'lganligi uchun chetdan agressivniy bolaga o'xshaydi. Aksincha, ular agressivniy emas, ularning ichida qo'rquvi, trevogasi ko'p bo'lganligi uchun mana shunaqa qilmayman, mana shunaqa gapirsang ham mana shunaqa turadigan, ko'z yosh to'kadigan bola bo'ladi. Chetdan bir ham agressivniy emas. U bechora bola tomir qaqqa tashlashni bilmayapti, qaqqa suyanishni bilmayapti. Adagami, onagami, babushka, dedushkagami, tog'agami, uni hayotida hamma aralash, hamma unga xo'jayin, hamma o'z fikrini aytadi. Opora topa olmaganligi uchun, bitta joyda tomir tasha olmaganligi uchun ana mana shunaqa o'tiradi. Chetdan ko'rganlar zloy, voy bolasi biram zloy. Hozir keyin gapi, sen unaqasan, ajab bo'pti, o'zing shunaqasan deydi-ki, ko'z yoshga o'tadi. Chunki biladi, hozir gapirsam kaltiyman. Gapira olmayapti ham, chunki kaltiydi. O'zini his qila olmayapti, tomir tasha olmayapti, opora yo'q, yig'laveradi. Nima yig'laverasan? O'g'il bola ham yig'laveradimi? Chunki og'zini ochsa yig'lamasdan, kaltiydi. Eshitilmaydi babi, tushunilmaydi. Xohlagan ishini qilib qochinglar desa, voy jinni, voy neadekvatniy, voy tavba qilib psixologga ko'rsatish kerak bo'ladi. O'shancha bola nima qilishni bilmaganini oxiri o'tiradi, yig'laydi. Ana sizga ko'z yosh. To есть u mash ichidagi emotsiyasini qaqqadir chiqaza olmayotganligi sababli. Ko'pincha shu mahal agar ota-ona juda ham qattiq agressor bo'lsa, bosim o'tkazursa, ezaversa, buni tarbiyada ursa, 14-15 yoshda ota-onaga qo'l ko'taradigan, otasi urayotganda ham miq etmay otasini itarib uydan chiqib ketadigan bola bo'ladi. Yoki vahshiy ichiga o'lib tiqilib ketgan bo'ladi. Prям вот hech nimani xohlashini aytmaydi. Nimani xohlayotganini bilmaydi. Biladi. Просто sizlar shuni ifoda qilishni o'rgatmagansizlar. Erkinlik bermagansizlar. Erkinlik, davay ovqatingni yemayman, to'ydim. Olib qo'y, joyiga qo'yib qo'y. Mayli, yemasang yema. То есть bor chegara,
ovqatni to'kolmaydi, otvora olmaydi, jinnalik qilib janjal qila olmaydi, chegaralar qo'yilgan, обязательно. Muammo bo'lsa ham, uyda urush janjal bo'lsa ham, buvi bilan ona urushsa ham, ada bilan ona urushsa ham, bola yashab o'tish kerak buni. Shu emotsiya bizada bekitiladi. Yo aldanadi bolaga, hech narsa bo'lgani yo'q, ahamiyat qilma. Bola hamma narsani biladi. Любой yoshda, 3-4 yoshda. Va shuni yashab o'tishga qo'rqib ketdingmi? Oyim bilan urushganga qo'rqdingmi? Bu joyning oyingga baqirganiga, targaniga qo'rqdingmi? Yo'q, qo'rqma, xavotir olma. Tushuntirib, mana shu qo'rquvini tan olib, shu qo'rquvdan yashab o'tishiga imkoniyat berish kerak. Конечно, to'ppa-to'g'ri. Bizada yoki ana otangni qara, shu ham ota, mana ko'rib qo'y, qilib ham hamma narsani bolasiga tashlaydi. Kerak emas, filtr qilishni bilmaydi. Yoki aldashga harakat qiladi. Hozir burnin tagida bo'lgan narsani bu bo'lmadi, sen hali bolasan. Nimaga bola bo'lsa ham odam-ku, tushunyapti. Nimadir nito ketayotganini ko'ryapti, tushunyapti, qo'rqyapti. Yashab o'tishga yordam ber. Misol ariq tursa bola sakrashga qo'rqadi-yu, mana shu qo'rquvi ota-onasi, babushka, dedushkasidan qo'rqgan bu ariq. Shu ariq suvdan qanaqa o'tish kerak ekan, sakrab o'tishga, qo'lidan ushlab o'tkazishga yordam berish kerak. Bizada emotsiyalar, hissiyotlari inobatga olinmaydi. Xohlamayman, xohlamayman yoki misol hozir darsingni qil deb baqiradi. Kuxnyada turyapti, o'tgan yil gapirdi, darsingni qil deb baqiradi. U misol shunaqa hozir miyasi qaynab ketgan, opora topa olmayapti, o'ziga joy topa olmayapti, suyanchig'i yo'q, tushinadigani yo'q. Mana shu telefon kirib ketyapti-da, "Sanga yetyapman" deb qo'ydi, "Sanga yetyapman" deb turturadi. 14-15 yoshga chiqqan, уже balog'at yoshida hozir konkretno gormonlar o'ynayotgan, уже separatsiya, ota-onadan separatsiya bo'ladigan bolani turtaveradi, tarbiyalagis kelaveradi. To есть yoshligidan tarbiyalamagan, bola o'ziga beosgan. Endi 14 yoshda onasi tarbiyalagis kelib qolgan, chunki уже bo'yi yetib qolgan, ishlash kerak, pul olib kelish kerak, boqish kerak ota-onasini. И вот turtilaveradi. Chunki un jahl chiqqandan keyin qo'ldan tortadi onasini, tipi yo'qmaydi, tegmagin deydi. Yoshligida eta olmagan, уже 14 yoshida bu narsani eta oladi. Sen onaga qo'l ko'tardingmi? Panika. Hozirgi bola betarbiya emas bu bola. Bu bola o'z vaqtida emotsiyasini yashab o'tishga berilmagan. Chegara qo'yilmagan. Bitta tomir tashab o'zini opora, mani oyim bor, adam bor, suyanchiqlarim bor deb mana shu oporani sezmagan bola он вот это вот нервный, вот ko'pincha nervini asabiy bola aynan shu o'zini opora, ota-onasidan opora bo'lib ko'rmaganligi uchun shunaqa nervini zloy bo'lishadi. Buni bizda betarbiya, qattiqqo'llik qilinmaganda, aslida bu yaxshigina kalta yegan. Просто bezi bo'lgan, endi xuddi shu kaltani qaytarayotgan bola bo'ladi. Baribir bo'lib qoladi. Bizada aytmoqchi mana erkinlikni yo'q, juda ham erkinlik berib yorishadi. Da tam mayli, tam urdingmi uraver bolam, biror narsasini olib keldingmi senga ruxsat. Tipa biz erkinlikda o'stiramiz, kelajakda prezident bo'ladi. Это тоже не работает. Это buchi shunaqa qiyin mehnat, mana har gal shu gap, men doim любой gapimda aytaman. Hamma narsa mana shu tegiga ota-onani berayotgan birinchi o'sha turmush qurayotgan yoshlarga bog'liq. Ikkita neadekvat, tupoy, 2 kara 2 5 hech qachon adekvatniy tarbiya bolaga bera olmaydi. Chunki bu shunaqa mehnat. Bu даже bilimi bor psixologlar, o'qituvchilar, pedagoglar, aqlli odamlar va bolasini o'sha prям kitoblarda yozilgandek idealni sformirovать qila olmaydi. Chunki bizlar mana bu yozib qo'ygan babu o'zimiz taqdirimiz bor. Mani qattiq qo'l ushlab, remen bilan ursa ham men prezident bo'lib qolmayman. Xohlagan ishimni qilishga qo'yib bersa ham prezident bo'lib qola olmayman. Bu bolani tarbiyasida erta urishda ozgina, beta yo'q dedi, beta sal erkinlik berdi. Erta shunaqa korreksiya qilib borish kerak ona va ota. Ota постоянно ko'chaniki bo'lsa, bir tomonlama korreksiya qiyin ketadi. Bo'ladi, iloji bor, lekin qiyin ketadi. Xuddi shunaqa qilib slishkom ikkinchi ota tomonidan bosim bo'lsa ham, bir amallab katta bo'ladi bechora bola. Lekin babusha xohlagan rezultatga yetib bora olmaydi. Bizda idealizatsiya ko'p qilinadi. Idealniy bola bo'lishi uchun, idealniy nima degani? Ham quloq solar ekan, ham xo'p der ekan, ham emotsiyasini ko'rsatmas ekan, asabiylashmas ekan, faqat boqar ekan, prezident bo'lar ekan. Ну не bывает такого. Idealizatsiya qilib bo'lmaydi. O'zi ko'pincha, mana давайте вот так вот. Хорошо, tarbiya zo'r bo'lgan bo'lishi mumkin. Ota-ona sevgan bo'lishi mumkin. Da ota-ona hamma kerakli chegaralarni qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin o'smirlik yoshda biologiya ham juda ham katta rol o'ynaydi. Juda ham katta rol o'ynaydi.
oddiy qoni kamligidan bolani oddiy qoni kamligidan va o'sha yetmayotgan xonasini kichkinaligi, oynalarni ochmayotganligi, kislorod yetishmayotganligi, 14 yoshlarga yaqin mana shu balog'at yoshida birdaniga fizически bola katta bo'lib ketyapti-da, organlari ulgurmayapti, yurakni tez urishi ham katta bola o'zi shunaqa qiyinchilikni o'tkazyapti, yuragi shunaqa uryapti, katta bo'lyapti, gormonlar, fizически, moralniy o'zgarishlar, mana shu 3 yosh krizisini 20 baravar o'tayotgan mahalda o'sha ota-ona tarbiya bermagan ota-ona yoki o'sha bolasini his qila olmayotgan qo'rquvlari tufayli hozir urishmasam mana shunaqa uxlab yotaveradi 12 gacha. Hozir azna ko'tiga tepib turmasam, keyin ishtovog'ini ketdan yo'g'olmaydi deb o'ylab, vot imенно hozir bola yo'q deyotganda, "Oy to'xtab turing, uyqum kelyapti-da" deyotgan mahalda yo'q vot qilasan deb ota-onani nastirniyligi, tipa men kattamanmi, men aytdim deyishi ko'pincha bolalarni kattalarga agressiya bilan javob qaytarishiga olib keladi. Ya'ni ota-onalarni o'zi provotsировать qiladi bu narsani bolaga. Keyin yana men bu жертва pozitsiyasi, "Ne hasratda yedirib ichirib boquvdim, menga qo'pol gapirdi." Hozir yonyaptimi? Hozir baqirib ketyaptimi? Siz uni "Men kattaman, men avtoritetman, sen menga baqiryapsanmi?" degan sari uroving oshaveradi. Shu mahal siz katta sifatida bolaga vaqtida qilishni o'rgatishingiz kerak. Bola yonib ketyapti, uchakshi, "Men ota-onayman, men onayman, sen tug'ib qo'yganman" emas. Ras повернулись и ушли. Bolada tushgan mahal tushadi-ku, bu yarim soatdan keyinmi, 1 kundanmi, 2 kundanmi o'tiribsizlar. "Balonchi, davay ke choyingni ich, nonushtaingni qil, hozir trenirovkaga ketasan." Oldiga o'tirib gaplashib olishimiz kerak. Hozir jahlda emas, hozir kayfiyati yaxshi, qorni to'q. Menga kecha qilgan mana shu gaping yoki qilgan qilig'ing, to san emas, san yomon emassan, san jin emassan, to mana shu hodisa, mana shu situatsiya menga yoqmadi, menga to'g'ri kelmadi. Men shunda hozir gaplashib olishim kerak edi. Nima uchun shuni qilding? To есть уже 14 yoshli bolalarni mana 13 yoshdan keyin, 12-13 yoshdan keyin tarbiyalay olmaysiz. Tarbiyangizni kichkina tug'ilganidan ana shu 12-13 yoshgacha berasiz. 12-13 yoshda bergan tarbiyangizni remarka qilib, ya'ni o'zgartirib, urg'ulab berib ketib, gap. Bolangiz gapni tushunadi. Mana bir xil onalar va shunaqa xitri bo'ladi bor odalar. O'zi gapirayotgan gapiga o'zi ishonmaydi. Mana anaqa qiladi. Bolasi energetik bog'liq ota-ona bilan ko'rib turibdi aldayotganini. Ota-ona o'ylaydiki, ras u kattami? Ras hayotni ko'rib qo'yganmi? U aqlliroq. Men hozir sekin deydi, aldolmaysizlar. 14 yoshli bolani aldolmaysizlar, qizlarni ayniqsa. Onalar kundoshga aylanadi bu qizlariga. Eng qo'rqinchli narsa. U erkaklar именно yoshligidan o'zida misol bo'lib formirovать qilib berib kelish o'rniga 14 yoshda o'sha o'sib kelayotgan daraxtni novdani sindirib o'zi xohlagandek qilmoqchi bo'ladi. Eng katta xato, hamma yoqda illat bu ota-onada. Birinchi o'rinda ota-onani o'zi sport bilan shug'ullanmaydi, kitob o'qimaydi, lekin boladan talab qilishini o'zi noto'g'ri. Kstati, hozirgi aytgan platforma haqida qalan deganim, agar обязательно shu orqali kirsanglar, biz ham mana shu platforma orqali bolani matematika qiziqishini qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki bu yerda uzoqdan kontrol qilsa bo'ladi yoki o'zi yoshi kattaroq bo'lsa, akalar, opalari bilan, mentorlar bilan yozishi mumkin, yordam berib, men misol yecha olmayapman deb yoki o'sha yerda YouTube'da sразу ko'rsatilgan qanaqa yechilish kerak bu narsa, o'qishni bilsa o'zi o'qiydi zadaniyani, berilgan shart, o'qishni bilmasa knopkani bossa, diktofonda to есть ovozli tushuntirish imkoniyati bor. Xohlagan tilda, rus tilida, ingliz tilida, qozoq tilida, juda ham ko'p tillarda, juda ham ko'p davlatlarda bu platforma hozir ishlatilyapti. Обязательно bolani pul bilan qiziqtirish, cashback, har kuni kirganiga, har dars bajarganiga kimi yig'iladi. 10 kunda bir 50 mingcha pulni yiqqandan keyin borib, shu pulni yechib bersanglar, juda ham qiziqishadi. O'zim ishlagan pulim. Damiram shunaqa qildi-da, magazinga borgandan keyin singlisiga bitta chupa-chup soldi, adasiga bitta borjomi olib berdi, menga bitta chupa-chup solib berdi. Я купил, мои деньги deb xursand bo'lib ketdi. Как бы финансовый грамотности ham shu orqali o'rgatsanglar bo'ladi.